Buni xalqqa ko'rsatamiz, faqat yaxshilik bo'lishi uchun, odamlar hushyor bo'lishi uchun xolos. Masalan, jigaringiz holatini ko'rib turibman. Ozgina qorin bo'shlig'ida suyuqliklar paydo bo'lyapti, atsid deymiz. Bular hammasi jigari qiynalishini hisobiga kelib chiqyapti. Buni tushundingiz-a o'sha? Endi buni boshlanishi mana oyoqdan deyapsiz. Oyog'ingizda o'sha yemirilish bor deb turib, diagnoz qo'yilgan. Nechinchi daraja berishgan? Hozir 3-4. 3-4. O'sha oxirgisi deyilgan. O'sha operatsiya deyishgandir bo'lmasam. Operatsiya degan endi borsam bosyapman. Qimmatdan nima ayolsiz bosyapsiz ekan. Egilib qolgan oyoq. Aha. Endi qarang, xo'p, bu nimadan kelib chiqdi deb aytdi doktor masalan. Doktor shamollashdan degan. Haligi Covid bo'ldik orada. O'shaqalarda garmo-marmo olib qo'ymadingizmi? Garmo olmagan. Ko'proq shu og'riq qoldiruvchilar, oyoqqa og'riq qoldiruvchilar. Demak, hozir deyarli sirroz holatiga kelyapsiz-da jigaringiz. Masalan, ichadigan, chekadigan odamlar bo'ladi. Misol deylik, kola, doimiy kola ichadigan bolalar bor. Shu holatda keladi, tavba qildim. Misolda yoki aroq ichadigan, yoki doimiy nasha chekadigan, siz ko'rinishingizda unaqaga o'xshamayapsiz-da. Men Pepsi ichganman, aroq ham oz-oz ichganman, ko'p emas. Ko'p emas-da. Endi Pepsi deganim hali bayramlarda, charchaganingizda shunda ichganmisiz yo? Yo'q, ko'p iste'mol qilganman. Gazli suv, Pepsi asman.